Assalomu alaykum. Yana bir bor barchaga. Biz bir joylarda bilasizlarmi, men kimni uchratib qoldik va kim bilanman? O'z vaqtida katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan, ba'zi bir xil insonlar havas qilsa, kimlardir orqalaridan har xil bo'xtonlar, negativlar tarqatib, ko'rolmaslar tomonidan, qo'sh tirnoq ichidagi shaxslar tomonidan qoralangan Sohida opam Umarova bilan birgaman. Sohida opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Opa, ko'rib turganimizdan xursandman. Rahmat. Bizday oddiy insonlar uchun namozli kontent qilaylik desam, ruxsat berganingizga ham rahmat. Sizni har doim sodda, oddiy, qalbi keng insonligingizni bilardik. Rahmat. Zohid opa, mana sizga negativ fikr bildirayotgan insonlarga qanday munosabat bildirasiz va ular qanchalik sizni xafa qilib kayfiyatingizni buza oladi? Savol uchun rahmat. Kontent qilaman deganing uchun ham rahmat, akajon. O'zim san'at ahlini shunaqa orqasida har doim shunaqa gaplar yuradi. Biz yuziga ishlagan odamlarmiz, hammani yuzidamizda, xalqni oldidamiz. Shuning uchun bizga har doim shunaqa gaplar bo'ladi. Biz unaqa xafa ham bo'lib ketmaymiz. Juda xursand ham bo'lib ketmaymiz. Negativdan hamma xafa bo'ladi. Lekin iloji boricha men Alloh chevarda qo'rqqanim uchun, bir nima deb qo'yishdan qo'rqqanim uchun, Zohida o'zingni bos, bir narsa deb qo'ymagin xalqqa. Chunki bumerang. Siz kimga nima tilasangiz yoki qay holatda uni tilasangiz, o'sha holatni o'ziga sizni shunda tushirib qo'ya qoladi-da. Chevar Allohim shunaqa. O'shaning uchun negativlarga qadar ham e'tibor qilmayman. Faqat ichimda doim bir narsa o'tadi, chin yuragimdan aytaman. Shu bechora yillar o'tib, yo kunlar o'tib, yo oylar o'tib nima bo'ldikini, birovni diliga shunaqa ozor berib qo'ydi-ku. Dilozorlik Ka'bani buzdi. Ka'bani buzish bilan barobar ekan. Keyin men o'ylayman, nima uchun odamlar negativ yozasizlar? Men bor-yo'q qo'shiq aytaman-ku. Alda bir narsa sotmasam, nima deydi-ku? Aldam sildim bir narsa o'tkazmasam men yoki birovlarni borib uylarni, darvozalarni taqillatib nima so'rab bormasam, bor yo'g'i ko'ngil odamiman. Qo'shiq aytkim keladi va qo'shiq aytaman. 60 yoshda qo'shiq aytkim keladi. Shuncha yil qo'shiq aytmadim. Endi bu meni Alloh yuqtirgan kasb bu. Bu haligi tirikchilik manbai bir mahallar bo'lgan bo'lsa, aslida do'konda narsa sotadigan odam ham tirikchilik qiladi o'z narsasini sotib. Yoki bo'lmasa, mana oddiy ko'chada supuruvchilar, o'z supuruvchi farroshlarning u tirikchiligi u. Shuni orqasidan pul topadi. Biz ham xuddi shu. Lekin biz ko'ngilga boramiz. Siz yoqmasa eshitmay o'tib ketavering, bo'ldi. Men sizga majbur qilib hech qachon narsani sotmayman. Aytaman, biz ko'ngil odamlar va biz ko'ngil olamiz. Yana ko'ngil sotmaymiz ham. Ko'ngil olamiz. Sizga yaxshiroq bo'lsin. Sizga darddoshdirman, qaysi tomonim? Sizni o'sha g'amlaringizga ba'zi payt sherik bo'larman. Va shuni orasida sizga dalda ham berib o'tib ketaman. Chunki qo'shiq kirgan uyga aslo qayg'u yo'llamas degan shunaqa gap bor. Dadajonim rahmatli har doim aytardilar. Shu qo'shiqni aytib bergin, mana shu qo'shiqni aytib bergin qizim deb aytardilar. Shu paytda shu qo'shiqlar yoshligimizda urf bo'lgandi. Har bitta xonadonlar o'sha radioda Marg'uba Sobirova degan qo'shiqchimi deb endi aniq hozir u qo'shiqni eslolmayman. Juda chiroyli shunaqa qo'shiq bor edi. Qo'shiq aytib sizga mehmon bo'layin bir pas. Sizga men mehmon bo'ldim. Men qo'shiq aytib sizga mehmon bo'ldim. Qo'shiqchining ishi shunaqa, u sizga mehmon bo'ladi. Xohlasangiz kirgizing, xohlasangiz kirgizmang. Biz roziz. Shuning uchun negativlarga men faqat sizga ozgina o'ylanib qolaman. O'zingizga qaytmasa, sevimli bolangizga qaytish mumkin.
juda ham suyukli nabirangizga qaytish mumkin. Yoki bo'lmasam juda bir og'ir kunga tushib qolasizki, o'sha holatda o'ylaysiz. Bittasi yozibdi. Mana shu xotin to'ng'izga o'xshab chiqavermasa deydi. Keyin men unga yozib to'ng'iz holatiga demak kiryapsiz, shunga yaqin qoldingiz. Va Alloh sizni qalbingizga shuni solib qo'ydi. Shu to'ng'izga o'xshatmoqchi bo'lasizmi? Demak, sizni qalbingizda bor o'sha. Bu o'sha yo'l sizga ochiq turibdi. To'ng'iz bo'lish yo'li ochiq bo'lib qoldi sizga. Chunki siz birovni to'ng'izga o'xshatmoqchi. Meni xuddi sizga o'xshab Alloh yaratgan. Sizga o'xshagan ko'zim bor, sizga o'xshagan og'zim bor, sizga o'xshagan burnim bor, sizga o'xshagan mana og'izlarim, lablarim, gapirishim sizga o'xshaydi. Lekin to'ng'izga hech o'xshamayman. Hech. Demak, o'sha menga shu. Yana erkak ekan u. Bugun o'qidim uni va yozib yubordim. Ozgina ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling, nimagaki ogoh bo'ling, nimagaki yo sevimli farzandingiz ertaga to'ng'iz bo'lib qolishi mumkin. Alloh asrasin hammamiz. Yoki bo'lmasa o'zingiz, yoki bo'lmasa yana kimdir hukmni u chiqaradi. Siz emas, men emas. Buyuk Alloh akbar u chiqaradi. Shuning uchun baribir ehtiyot bo'lganimiz yaxshiroq. Bir-birimizga bo'lgan munosabatda, ayniqsa men doim bir narsani o'ylayman. Nahotki birodarimizga, biz mo'minlarning birodarimizga duo qiling bir-biringizni. Yaxshilik qiling. Agar yaxshilik qilish qo'lingizdan kelmasa, hech bo'lmasa yaxshi gapiring. Hech bo'lmasa yaxshi gapirib keting. Bunaqa soxtalikdan Alloh asrasin, yaxshi gapiraveraman. Mayli nima desanglar, yaxshi gapiraveraman men. Chunki men bilamanki, mana shuncha yaxshi gapirganim, mana shuncha bo'lib qaytadi. Lekin mana shuncha qilgan yomonligim o'shancha bo'lib qaytadi. Men uni bilaman. Men doim hammaga havas qilganman. Har biringizga havas qilganman. Bolalaringizga havas qildim. Sportsmen bolalarimizga, boksyor bolalarimizga, uni futbolist bolalarga Husanov, Abduqodir bolamga, jonim bolam. Har birlarining yutug'i u meni yutug'im. Mana shu yurtning yutug'i. Mana shu millatning yutug'i. Mana shu vatanning yutug'i. Demak, meni ham yutug'im. O'sha bolalarning onalariga havas qilaman. Diyora Keldiyorova degan qizga yig'lab o'tirdim. Bitta qizim o'xshamasa ham navara qizlarim o'xshasin shu qizga. Bir yaponni yerga anaqa yotqizib, yelkasini yotqizib, yana o'zi ana oddiygina, kamtargina bo'lib yotqizib qo'yib, yana o'zimda qilib turibdi ustida turg'izib qo'yaymi deb. Ana shunaqa millatni bolasimiz-ku biz. Ana shu yiqitib qo'yib ham turg'izib qo'yishga harakat qiladigan millatni bolasimiz. Nega bugun bu holatga kelib qoldik? Nima uchun? Yoki bizning ota-onalarimiz haligi bir kun o'yladim, bir mayizni 40 bo'lib yedi o'zbek xalqi yoki bo'lmasa o'sha evakuatsiya qilingan urush davridagi Ikkinchi jahon urushidagi evakuatsiya qilingan bolalarni o'z bolasi deb qabul qildi. 280 ming. 280 ta emas. 280 ming bolani millatim, o'zini millatiga qo'shib, yana o'zini bolalarimdan ortiqroq qilib ularni og'ir bo'lmasin, bularga yana biron gapim og'ir botmasin deb birovni bolasiga og'ir botmasin deb o'zini bolasidan ham yuqoriroq qo'ygan millat bugun nima bo'ldik biz? Men ko'p o'ylayman bu haqda. Juda ko'p o'ylayman, juda ham. Ba'zan o'sha negativlardan qo'rqib ketganim uchun balki qo'rqib ketib. Men deyman, aziz birodarlarim, bugun birodarlik qilaylik. Birodar kuchlik emas. Birodarlik qilaylik. Bir-birimizga yaxshilik tilaylik. O'shanda ishoning, gullab yashaymiz, barokatlar, fayzlar, yaxshi kunlarimiz turadi. Hozir dunyoni qaysi bir burchaklarida urushlar bo'lyapti. Odamlar svetsiz, gazsiz portlamalarda o'tiribdi. Ana kuni Yangi yilda shunaqa salyutlar otiluvdi. Qaysidir yurtda shunaqa salyut emas, bombalar portlayapti dedim-de. O'zim ichimda o'yladim. Xudoyimga shukr, shunaqa bir tinch yurtda yashayapmiz. Shunaqa bir go'zal millatning bolalarimiz. Ya'ni dunyo masalan agar hozir o'zbekni taniyotgan bo'lsa, qanaqa millat kim deb havas qilayotgan bir millatmizda, lekin bir-birimizga qanaqa bo'lishi mumkin? Men doim sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshi kuningizda xizmat qiling iloyim. Faqat yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Sizga qo'shilib, sizga tilayotganim o'zimda ham bo'lsin iloyim. Shuning uchun men faqat yaxshilik tilayman va o'zim bilamanki, menga yaxshilik qaytadi mana shuncha bo'lib. Tashakkurlarim sizga. Dilshodbegim, olg'a. Senga ijodiy bir chiroyli parvozlar, chunki sen o'zi mendan injilayotgan bolaga gapiryapman. Bu yigit o'zi yo'lboshchi bola, mash'ala. Endi o'sha boshidan seni mash'alaligingni kuzatib yurdim. Aynan sendan bolalaring rohatini ko'rgan, bizga qilayotgan muruvvat, bu mehr Allohdan senga milliard barobar bo'lib qaytsin. Oilamizni yaxshi ko'rasan, shunaqa hurmat qilasan.
Allohning hurmatida, e'zozida bo'lgin, nazaridan qilmagin iloyim. Navara chavaralaringni ham rohatini ko'r, to'ylaringda yoningda Dilshod keluvdik, endi biz nima ish qilaylik deb yuraylik iloyim. Faqat Dilshodni emas, hammani bizni chaqirsin odamlar, biz hammanikida shunaqa xizmat qilaylik. Barcha u millatimiznikida xizmat qilib yuraylik. Tashakkurlarim, ta'zimlarim sizlarga. Rahmat Zohid opa. Suhbatimiz agar ruxsat bersangiz yana bitta savolim bor edi. Bajardim. Hozir sizni baxtli qaynona deb bilamiz. Chunki ba'zilar nazarida shu ba'zi bir xil insonlar nazarida siz o'sha Xudoyiz bo'lmish Ozodbek aka, Nazarbekov yordamlari ila ko'tarilib, Yorqinxo'ja ham shuni erishgan yutuqlari shu deb o'ylaydigan negativchilar yo'q emas. Shunday insonlar bor, lekin biz yaxshi bilamiz, Yorqinxo'ja san'at shohsupalardan o'z qadamlari bilan ko'tarilib kelyapti, chunki u ayol emas, erkak. Keyin keliningiz ham vaziri qiziga bo'lishiga qaramasdan juda sodda ekan. Rahmat. Men o'z ko'zim bilan ham ko'rdim, hattoki mehmon bo'ldim. Juda bir tarbiyali, haqiqiy madaniyat vazirining qizi, munosib qiz ekan. Xudo suygan bandasiga xuddi shunday kelin bilan yoki shunday ayol bilan siylaydi, to'g'rimi? Yorqinxo'ja o'zi oilasini ijtimoiy tarmoqlarda chiqargisi kelmaydi, aralashtirgisi hech qachon. Bu narsaga qarshi, buni bilamiz. Kerak bo'lsa, singlisi Madlenni ham chiqarishga qarshi. Sizga ham o'zi zo'rg'a ruxsat beradi. Men endi onasi bo'lganim uchun hech narsa deya olmaydik. Men bir kun o'zi aytdim, hozir savolga albatta javob beraman. Bir kun aytdim, bolam, jonim bolam, qo'rg'onim, men bilaman, sen erkak bo'lganing uchungina onangni unaqa qo'shiq aytib yurishni xohlamayapsan. Ammo qo'shiq aytib baxtli onangni, qo'shiq aytganda o'zini baxtli his qilayotgan onangni qo'y bolam. Endi 60 ga kirib yana qancha qo'shiq aytaman aytsa. Aytkim kelganda ayting bolam. To'g'ri, jo'q, unaqa yozilganda shunaqa onangga hech narsa deya olmaysan. U endi juda taqvodor bola, bilasizlar. Besh mahal ibodatda. Ibodatda bola, shuning uchun yo'q, onasiga hech narsa deb bo'lmasa ekan deb ham onasini qo'shiq aytishimga unaqa qarshiligi yo'q. Ichidan baribir qarshiligini bilaman, o'zim sezaman. Chunki u shunaqa erkak, u rostdan ham erkak. Xudoga shukr, Allohga shukr. Endi u savolga keladigan bo'lsak, vazir Dayus emas, rashki bor erkak. Rashki bor erkak. Dayus emas, rashki bor erkak. Musulmon erkak. Shu joy. Ancha cheklovlar, endi chunki ministrda kuyov bo'lgani uchun konsert bera olmaymiz, ancha cheklovlarimiz bor. Aksincha, Ozodbek Ahmadovich aslida Xudodan o'zim men doim aytaman, naqadar tarbiyali, naqadar softil, naqadar pokiza va vijdonli inson. U faqat taqvodorligi uchun emas, o'zi tarbiya shunaqa go'zal Ozodbek Ahmadovichda. Biz u xudamiz bilan unaqa o'zlari ham ayol kishi bilasizlar, mana dovdir valdir-vuldir qilib tashlaydi ayol kishi. Menga mumkin ba'zan aytaman, valdir-vuldir qilish mumkin, chunki ayol kishimanda. Xatosiz bo'lmaydi ayol shunaqa. Lekin ishoning, mana hozir men valdir-vuldir qilmasdan gapira qolay, Ozodbekka o'zim juda havas qilaman. Ayol sifatida ham, qudasi sifatida ham, san'atkor sifatida ham bir umr havas qilganman. Chunki Ozodbekda aql bor, bilim o'ta kuchli, o'ta ilmli yigit. Bir e'tibor qilsanglar, O'zbekiston uchun, O'zbekistonni dunyo tanishi uchun, o'zbek san'atini dunyoga tanish uchun qanaqa katta qarorlar chiqartirdi. Biz 34-35 yil kutgan qarorlarimizni chiqarib berdilar prezidentimiz bizga. Madaniyat ahli uchun, san'at ahli uchun juda katta e'tibor qildilar. Shu Ozod bechora, ba'zan o'ylayman, Ozodbek Ahmadovich O'zbekistonni dunyoga tanish uchun juda harakat qilyaptilar. Ba'zan muncha ozib ketibdilar deb qo'yaman o'zim. Bir yilda bir marta gaplashaman, bo'lmasa yo'q. Meni qanaqa qabul qilsangiz shunaqa qabul qiling. Unaqa juda xunukda bu. Ana men endi ayol kishi bor. Ozodbek, demasam kerak, uyalaman birinchidan. Keyin Ozodbek unaqa tanish bilishchilik qiladi. Yoki shu opani bunaqa qilishim kerak. Aksincha, ana ovozda chiqayotganimda, chunki o'zi mehnat bilan ko'tarilgan. O'zi mehnat bilan ko'tarilgan. Talant bilan ko'tarilgan. Ana ovozga chiqayotganimda aytibdilarki,
oxirigacha yetib borganimni ko'rib Ziziga qizlarga telefon Zizi ana Zohida nima bo'ldi ish qilib o'ta olmadilarmi Durmushada voy ada 3-o'rinni oldilar 1-chini olish kerak edi ayam sizlar xudoga shukur olmaganlari degan ekanlar-da shunda hayron qolibman voy rostdanmi Ozodbek shunchalik odamki shunchalik halol odamki opa chiqmay shunga qatnashmay ham qo'ya qolsinlar o'tmay ham qo'ya qolsinlar deganlar-da demak lekin man o'lgur man qurg'ur yurak qo'ymaganda endi ana yurak shoshib ketadi manda-da o'zi g'ayratli roman energichniroqman qo'shiq aytgim kelib ketadi shunaqa yo'q qatnashaman deb qatnashdim aslida Madlen chiqandi himoya qilmoqchi bo'lib chiqdim va uni onasi qo'shiqchi qo'yinglar shu qizchani u bechora qizni qo'yinglar axir qaynota bor er bor shuni yerga tiqib tashladinglar bu qizni qo'yinglar oilasi ajrashib ketish holatiga ham kelib qoldik qaynotasi g'alati qarab qoldilar ancha negativlardan keyin endi baribir har xil odamlar bor beayb lekin parvardigor farishta emasmiz shuncha insonmiz xatolar gunohlar ichida bo'lganmiz shuncha insonmiz bo'lmasa farishta bo'lardik hammamiz bormi farishtalar ichimizda man deb chiqinglar farishta bo'lib deyman deb ba'zan o'zimga kelib qoladi bunaqa farishta bo'lib chiqqaningizda ham qara baribir odamsan o'tirib o'tkazib qo'ysa kerak bizani deb o'ylayman o'shaning uchun man aytmoqchi bo'layotgan gapim Ozodbek Ahmadovich o'z mehnatlari bilan halol mehnatlari bilan man endi yoshligidan bolaligidan bilaman o'sha Toshkentga kelganlaridan bilaman ularni halol mehnatlari bilan Ozodbek ko'p mehnat qildilar juda ko'p mehnat qildilarki uni Alloh ko'rib turib uni o'sha mehnatlariga yarasha o'sha darajatni berdi deb o'ylayman ilmiga yarasha bilimiga yarasha har tomonlama ilmli odam diniy ilmi o'ta kuchli o'zim ba'zan kelinimga ham orqalarini o'girib qiroat qilib o'tirgan ekanlar bir kun orqalaridan voy qizim man boshqa qo'shiq aytmayman dedim-da o'shanaqa nolalar u hofiza Qur'on hofizasi aslida kelinim lekin alhamdulillah lekin o'sha bilimni bera olgan ota bilimni bera olgan ona o'shaqa oilaki ular birovga tanish bilish unaqa yo'q unaqa aksincha bolam bechada hamma narsadan cheklanib qoldi Yorqinxo'ja konsert bera olmaymiz kattaroq anavi правительственный konsertlarga chiqa olmaymiz chunki quda ana kuyovi ana ministrlik kuyovi deb chiqmaydi o'zi ham Yorqinxo'jani o'zi ham hech qachon tortib turadi bir kun bitta intervyusini ko'rib qoldim adasi bilan bilasizmi nima deb o'yladim otangga rahmat Yorqinxo'ja Umarov hozir bolam sifatida emas dedim san'atkor sifatida chetdan qarab adasini oldida ham o'sha skromniyligidan bir qimtinib mana shunaqa qilib o'tiribdi-da balki o'tirsa bo'lardi ichimda o'yladim balki o'tirsa bo'lardi u ham Yorqinxo'ja Umarov uni ham o'ziga yarasha nomi bor o'sha yurtda o'zini nima deydi nomi bilan chiqqan bola lekin o'sha yerda ham qimsinib o'tirgan ekan baribir shunaqa rahmatlarimni aytib qo'ydim oddiylik uchun kamtarlik uchun va adasini oldida o'sha hurmatini bilib darajatini bilib martabasini bilib adasiga bo'lgan hurmatidan men hayron bo'ldim o'zimga o'sha efirda ko'rdim rahmat bolam rahmat senga otangga rahmat deb qo'ydim bolasini maqtayapti demanglar hozir rostdan ham chin yuragimda maqtamay desam yomonlik degan taraflarimni hech yoshligidan ham bolam bechora послушный bo'lgan nima olib kelsam shuni kiygan nima bersam shuni yegan ortiqcha icham bir boya bir gapirdim o'zi hammani ichida gapirib berdim 35 ga kiradi Yorqinxo'ja lekin 35 yoshgacha biron marta yo bozorga borib yo bir magazin do'konlarga borib kiyim olgan bola emas hozirgacha ham men olaman bir ketaman o'sha Turkiyaga borib kiyimlarni olib kelaman bir sezon 2 sezon kiyimlarni olib kelaman g'iq demay kiyadi ana endi tasavvur qiling o'sha shu 35 ga kirgan bola onasini nima olib kelsa xo'p deb kiyadigan bitta paypoq ham olib ko'rmagan hali hozir faqat ana Adamariyni yaxshi ko'raman молодец Adamariy narsalari zo'r o'sha Adamariyni litsosi bo'lib turibdi o'shandagina kiyib ko'radi o'shalar bersa kiyadi tak doim onasi olib kelgan o'zim olib kelganman hali ham shu o'sha holatda qolgan bola ba'zan aytaman mani xohlaganingizcha yerga uring xohlagan men bilan xohlaganingizcha haqoratlar lekin bolalarimga emas chunki bolalarimni
har doim aytaman, luqmaga halol. Men ham o'z mehnatim bilan topib, chopib, yugurib, yelib, mashinamda bir o'zim ketardim uzoq joylarga. Shunaqa katta qilganman. Shunaqa yedirganman. Bugun bolalarimga pul olib kelishim kerak. Shu yerga borsam bugun nasibasini olib kelaman bolalarimga. Katta qilganman. O'shaning uchun juda iltimos qilaman. Hozir sizlar yana o'ylamanglar. Nima bo'la bular? Xalqqa anu unaqa nima degan g'iybat qilgan chiqdimi yoki deb yo'q. Aslo yiroqmiz. Sizga bugun bizni g'iybat qilmang, bizga haqorat qilmang deyishdan yiroqmiz. Xohlaganingizcha. Bitta ammo shu ogoh bo'ling. Bumerang hayot. O'zingizga qaytmasa navara bola chaqalar ularga yomon bo'ladi. Hattoki sizni bolangiz ham mani bolam. Aslida sizni navarangiz ham mani navaram. Keyin mani yorqin xo'jam sizni bolangiz. Men ham sizni bolangizman. Yoki do'stingizman, birodaringizman, dindoshingizman, millatdoshingizman, yurtdoshingizman. Balki qarindoshingizman. Shuning uchun endi bo'ldi, endi 60 ga kirdim endi. Yetadi. Shuncha. Va yaxshilik sari olg'a, yaxshilik qilamiz, yaxshi gapiramiz, chiroyli gapiramiz bir-birimizga. Yaqinda yangi yil tilaklaringiz dedi. Keling bugun yaxshilik targ'ib qilamiz debman. O'zimdan o'zim. Demak, yuragimda shu turibdi meni. Alhamdulillah. Keling bugun biz yaxshilikni targ'ib qilamiz. Keling bugun biz bir-birimizga yaxshilik qilamiz. Keling bugun biz bir-birimizga chiroyli gapiramiz. Kimdir bitta даже yozibdi, shu Zohida Umarova soxtami? Ani chiroyli gapirib soxtami? Yo'q. Onam soxtamas edilar. Dadajonim soxtamas edilar. Shunaqa bir otam, shunaqa bir onam bor ediki, ani ko'chadan o'tib ketayotgan odamga uyga kiring, o'sha ovqat yedirib nimadir yesa onam, voy shunaqa xursand bo'ldim-ey, yarsan narsa yeb ketdilar bizanikidan. Voy oddiygina qilgan ovqatini yeb ketdi deydigan ayol edilar. Xudo rahmat qilsin. O'sha mana bundan qocholmaysizda qon. O'sha genetika bizni o'sha yerga tortib turaveradi. Otang, onang kim bo'lsa, qazisan, qartasan, o'shalarga tortasan. Shunaqa onam, shunaqa otam, shunaqa dodalarim, shunaqa buvalarim bo'lgan meni. Shuning uchun men soxta bo'lsam 60 yoshgacha bo'lmasdim, bir kun charchardim soxtalikdan. Meni borimcha qabul qiling. Borim shu. Men sizni boringizcha qabul qilaman. Tashakkurlarim, ta'zimlarim. Ayol boshingiz bilan Aziz Xo'jakani vafotlaridan keyin 3 bolani o'zingiz katta qildingiz. O'zingiz o'stirib, o'zingiz tarbiya qildingiz. Muhtoj qilmadingiz farzandlaringizni. Alloh, men emas, men emas. Men emas. Alloh menga shu yo'lni berdi. Men deyman ba'zan, bilasizmi, jonim xalqim, menichi xursand bo'lib ketadigan tomonlarim rosa ko'p. Men faxrlanadigan tomonlarim ko'p. Bo'lishi mumkin edi. Men san'atkorlar davrada bizga mana shunaqa arroqlar, nima edi, konyaklar, mana shunaqalar. Men aytaman, o'sha yo'lga tushib qolmaganim, o'sha holatlarda bo'lmaganim. Shu tomonlarim ba'zan Alloh senga hamd va sanolar bo'lsin. Bir onaga bolalarini to'g'ri yo'lga solish uchun, jamiyatga foyda keltirishi uchun shu yo'lni bermadingda, shu yo'lni bekitib qo'ydingda, o'sha yo'lni. O'sha yomon yo'lni bekitdingda menga. Quloqlarimga doim nimadir ovoz kelib turardi-da menga. O'zim bilardim. Endi shunaqa joyga borib qolsam, mumkin emas, senga bunaqa narsa ichish mumkin emas, senga bunaqa joyda o'tirish mumkin emas degan o'zi quloqimga kelardi-da, qanaqadir kelib turardi. Qanaqa bo'ladi-ku, uzoqdan kelib qoladi, birdaniga kelib qolardi. Darrov o'zimga kelib olardi. Yo'q, demak menga mumkin emas. Meni uyda 3 ta farishta kutib turibdi uyda. Tezroq ketishim kerak, tezroq tirikchiligim qilishim kerak, qo'shimma aytib pulimni olib tez ketishim kerak degan doim turardi meni. O'zi quloqimda shu yangilardi har doim. Elas kelib qolardi diqqatlardan. Demak, doim o'ylayman, Allohni meni asragani, bolalarim uchun, bolalarim shunaqa to'g'ri yo'lda bo'lish uchun yaratgan qudratli egam meni shunaqa berdi-da, shunaqa yo'l bergan, halol yo'l bergan. Subhanallohi va bihamdihi aliylar deb. Shunaqa qudratli egamga meni ta'zimlarim. Hozir baxtlisiz farzandlaringiz yutug'idan, shunday? Allohga shukr, baxtliman. Chunki ular ham halol ona sifatida, halol toqatda. Nima deydi? Aslida xalqimni men juda ham yaxshi ko'raman. Nima uchun deng? O'zlaringizdan ortib
bola chaqangizdan ortib to'yingizga borsam cho'ntaklaringizdan bundoq chiqarib eng katta pulni menga o'sha ichidan bunaqa qilib qarab turardim qo'shiq aytayotganda. Menga eng kattaroq, yaxshiroq, salmoqliroq pulni bergansiz. Men minnatdorman. Men bu xalqdan o'lgunimcha minnatdorman va o'lgunimcha xizmat qilaman. Xizmatim shu qo'shiq aytish. Men boshqa qo'limdan ish kelmaydi. Yaxshi kunga borish. Ba'zan Xudoyimga shukr, siz meni yaxshi kunlarga, xursandchiliklarga, to'ylarga ravo ko'rganingiz uchun, shunaqa ishga, shunaqa kasbga ravo ko'rgan Alloh senga hamd va sanolar bo'lsin deyman. O'shaning uchun men sizlardan minnatdorman. Minnatdorman, o'lgunimcha xizmatingizdaman sizning. Chunki aytdim-ku, meni bolalarim. Shu xalqim o'zidan ortib, bolalardan ortib, to'ylarda mana qilib qistirib, shunaqa boqdim bolalarimni. Tashakkurlarim, ta'zimlarim doim ta'zimlaman, doim. O'lgunimcha. Umrimiz uzoq bo'lsin, rizqimiz mo'l bo'lsin hammamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz tinch bo'lsin. Mazza qilib ber, butun dunyoda tinchlik bo'lsin. Urushlar bo'lmasin. Bir-birimizni yaxshi ko'rib yashash. Chunki biz keldik, ketamiz. Asl uyimizga ketamiz. Shuning uchun qandoq odamlar ketdi deyman deb ba'zan. Kimlar? Dadajonim ketdi, onam ketdilar, akajonim ketdilar, azakajon ketdilar. Biz ham ketamiz. Shuning uchun keling biz faqat yaxshi gapiramiz, yaxshilik qilamiz. Bir-birimizni sevamiz. Ilojsiz yaxshi ko'rishimiz kerak. Nima uchun? Baribir agar bu yerda ko'rmasak, o'sha yomonlik qilganimizning jabrini yo'qolib ketamiz o'zimiz bilan. Shuning uchun hozir shu yerda zamin tayyorlaymiz. Albatta. Yaxshi ko'raman sizlarni hammalar. Rahmat. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Akajon rahmat. Ancha vaqtingizni oldik. Rozi bo'ling. Rahmat. Minga roziman. Rahmat. Ijodlaringizga doim omad tilaymiz. Xalq tanigan, bilgan, sevgan san'atkor bo'lib yurishingizni xohlaymiz. Shu tarafdamiz. O'g'lingizga ham san'atda juda ulkan, juda yuqori parvozlarni tilab qolamiz. Alloh akbar. Alloh buyuk. Yorqinxo'ja bugun mana dam olishga ketdi. Sizlar xabaringlar bor o'zingizda. Tailandga. Iloyim duo qiling. Jonim xalqim, azizlarim, menga qadrdonlarim, jonimga yaqinlarim, birodarlarim. Duo qilamiz bir-birimizga. Chunki duo bizni ko'kartiradi, yuksaltiradi. Buni bilaman. O'zim ham hammalarga havas qilganim uchun shunaqa bo'ldi, ham yaxshi bo'ldi. Chunki havasim baland edi. O'sha aytdim o'shalarga, kimlarga, "Voy jonim qizim, voy jonim bolam" deb havas qilganman. Qishlog'imizda Normat aka degan kishi bor edi. Ichki ishlarda oldin o'qituvchi bo'lganlar. O'sha kishiga ham rosa havasim kelardi. Yana kimlarga havasim kelardi? Shu Akbar aka bor edilar, rahmatli maktabimiz direktori. Voy haligi qamchinidan qon tomadi, ammo jamiyat uchun zo'r bolalarni tayyorladi. O'sha davrdagi institutda shunaqa bolalar o'qigan. O'sha paytda institutlarda, universitetlarda o'qidi bizni gulliklarimiz. Bizni meni ham qishloqlarim faxrda yurardim-da. Shuncha odam o'qiydi bizdan, shuncha oliygohga o'z kuchi bilan kirardi. U paytda unaqa yo'q, o'sha mandatlarni topshirib kirardik. Balli sistema yo'q. Shuni nima deydi? Test yo'q. Haqiqatdan yozganimizga, javob berganimizga olardik bahoni. Shuncha odamni ularga havas qilardim, juda ham havas qilardim. Umuman havas qiladigan Abdurahmon aka, bitta doktorimiz borlar, Abdug'aniyev, men havas qilaman. Shu odamga juda ham havas qilaman. Imomov, Abdug'aniy akani bor, o'g'illar havas qilaman. Shuni yuragimda Botir aka degan odam bor edilar. Zokir akamidi. Shu yigitga havas qilardim. O'sha paytda universitetda o'qirdilar, ularga havas qilardim. Umuman har doim havasda bo'lganman men. Hali anqayib havas qilardim yana. O'sha odamlarni kuzatardim. Kuzatib yurardim. Go'zal ayollarga havas qilganman doim. Go'zal odamlarga havas qilganman. Chiroyli gapiradiganlarga havas qilganman. Nega buncha chiroyli gapirar ekan deb havas qilganman. Qisqasi havas sizni yetuklikka, havas balki o'sha ilmga yetaklar, bilimga havas qilganimiz. Bizga Alloh shunday qalb bersin hammamizga. Eng avvalo uni bu yerda shunaqa pokizalik bo'lish kerak-da, bo'lmasa yashash qiyin, juda og'ir yashash. Mashtimizni poklasak, ishoning, uchib parda yengil maza qilib yurasiz. Mana shunga bugun yaxshi gapirdim, yaxshi qildim deb maza qilib yashaysiz.
man o'zi shunaqaman, bitta yaxshi gapirsam ham, bitta yaxshi qilsam o'zim xursand, undan ham ko'p o'zim xursand bo'laman. Mazza qilaman. Shuning uchun yaxshi kuningiz bo'lsin, men xizmat qilib xursand bo'lib keting. Sizdan ham baxtliroq bo'lib keting. Xizmatlaringizga tayyorman. Insonlarni to'ylarida siz chaqirib taklifnoma berilgan joylarda tekinga ham xizmat qilib ketishingizga, qilib ketishingiz haqida xabarimiz bor. Rahmat. Guvohi ham bo'lganmiz. Men Kamiga to'yanalar berib ketish odatlaringiz ham bor. rizoman, chin ko'nglimda. Rizoman. San'atlaringizga doim shunday saxovatpeshaligingizni bilamiz. O'g'lingizda ham xuddi shunday xislatlar bor. Juda saxovatpesha inson. Alloh har doim sizlarni qo'llab yursin. Saxovatpeshaligingiz hamda shu ochiq ko'ngillik, buyuk qalb egasi bo'lganligingiz uchun mana Xudo xolasa farzandingizdan bo'lsa-da o'zingiz ham xalq kimlargadir havas qilganligingiz uchun xalq tadigan insonsiz hozir. O'g'lingiz yuqori balandroq parvozlarda anchagina Xudo xolasa xalq artisti darajasiga ham yetadigan inson o'sha san'at shohsupalarida yuqoriga qarab ko'tarilmoqda. O'g'lingizni hamda o'zingizning ijodlaringizga omadlar tilab qolamiz doim. Rahmat.